Yamada umuman tormozni bosmang. Gap 15dagi xavfsiz tezlik haqida ketmayapti. Yama atrofidagi 30-35 tezlik eng yomoni. Qizig'i, agar tormoz bosmasdan yamani ustidan 30 tezligida o'tib ketsangiz, zarba kuchi ko'proq old o'qqa emas, orqaga tushadi. Sababi mashina oldida to'liq mustaqil podveska bo'lgani uchun unda zarbani yumshatish uchun shans bor. Qanaqa qilib? Unsprung mass degan tushuncha bor. Ya'ni prujinadan pastki massa, unga shina, diska, tormoz supportlari, stupitsalar yoki orqa o'qdagi butun boshli balka kiradi. Bu elementlar qancha og'ir bo'lsa, shuncha amortizator ularni jilolashga qiynaladi. Yaxlit orqa balka va g'ildiraklar orqa o'qdagi massani ko'paytirib yuborgani uchun yama qirrasiga juda qattiq uriladi. Diska egiladi, shina havo qo'yib yuboradi. Lekin oldi o'qdagi g'ildirak yamaga tushishi bilan massasi kamligi va qo'shimcha rezina elementlari hisobiga g'ildirak tepaga tez ko'tarilib oladi. Endi tajribani quyma diskalarda qilsangiz va shinalar bosimi me'yordan past bo'lsa, hatto eng sifatli quyma disklar ham egiladi. Tezlik 60 dan yuqori bo'lsa, hech nimani sezmasdan yamadan uchib o'tasiz. Lekin dahshatli xatoyingiz chuqurga tushayotgan lahzada tormozni bosib turishingiz bo'ladi. O'sha momentda mashinaning butun og'irligi oldiga o'tib ketadi. Amortizatorlar oxirigacha siqiladi va podveska elastikligini yo'qotib, butun zarbani kuzovgacha yuboradi.